Bir chemodan morojnelarni obzorini qilamiz. Birinchi bo'lib 4 xil tamdagi mini korobkadagi morojnelarni obzor qilamiz. Birinchi bo'lib malinaligini yeb ko'rdim. Shokoladlarini kirsillashini-chi. Bitta korobkaning ichida 6 ta morojne chiqadi. Keyingisi shokolad va bodomligi. Mahsulotlar tarkibida tabiiy qaymoq, sifatli sariyog va Rossiyada maxsus keltirilgan sifatli shokoladlar ishlatilgan. Aysengoldning aynan Mindal kokos morojnelari Raffaello shokoladi bilan birga bir o'xshaydi. Keyingisi italyanskiy pechenye bo'lakchalari qo'shilgan. Ichi esa plomber morojne. Ta'mi juda ham noodatiy va mazali. Endi esa katta upakovkalarni obzor qilamiz. Birinchisi klassik variant. Shunaqa zarli qog'ozda bo'lar ekan. Bitta korobka upakovkasida 5 tadan bo'lar ekan. Aysengold kompaniyasi 16 yildan beri morojne ishlab chiqarishar ekan. Ikkinchisi hozirda trend bo'lgan fistashkoviy tamlisi. Trenddan qolmaydiganlar uchun ayni muddao. Uchinchisi bu yoqda 2 xil tam kakaoli va plomberli morojne. Usti esa shokolad glazuri bilan qoplangan. Reaksiyamdan ham ko'rib olsanglar bo'ladi. Menga eng yoqqan ta'mi shu bo'ldi. Va oxirgisi ichida pechenye bo'lakchalari bilan vanilli morojne. Mazali kombinatsiya. Bu morojnelarni shahar va viloyatdagi do'konlardan bemalol topishingiz mumkin.